Assalomu alaykum uyimjon yetganlar. Bugungi obzorimizni mashinadan turib olmasak bo'lmaydi, sababi o'zgacha kontent bo'ladi. Xullas, uyimizni tashqari tomondan ko'rsat. Bu kirish joyi, sezgan bo'lsanglar, Zakriy dvor, Mirzo Ulug'bek tumani, Darxonda joylashgan elitniy mahalla. Ko'chalariga bitta e'tibor berasizlar. Mashinalarni markalaridan tushunsangiz bo'ladi. Xullas, bu dom o'zi 6 etajdan iborat. Uyimiz 5 va 6 etajda joylashgan. 130 kvadrat. Xullas, menga yoqqan tarafi spokойный, mana ko'rasizlar, bolalar ham mazza qilib o'ynaydi. Farzandlaringiz bo'lsa, tinchgina o'ynaydigan joyi. Ko'rasizlar, o'zini 4 ta detskiy plashatkasi bor. Xohlasanglar birinchisida o'ynatirasizlar yoki besetkali joyi bor. Uni ham alohida o'zingiz ko'rasizlar. Xullas, zerikkanda ayolingiz bilan ishdan charchaganingizda mazza qilib yashaydigan joy. Endi tashqariga chiqasan, ishdan kelganingizda mashinani orqaga menga o'xshab shuna qo'yasizlar-da. Endi qaranglar. Hali hammasi emas. Sal orqaga, sal nidroq qo'ydim. Xullas, mashinani shuna qo'yasizlar. Eshikni shunday ochasizlar. Orqa tarafida o'zini, agar mashinangiz elektromobil bo'lsa, zaryadlash stansiyasi bor. Alohida sho'tchik 1 kilovat adashmasam 1000 so'm ekan. Menda misol, sizda misol 40 kilovat bo'ladigan bo'lsa, 40 ming so'mga zaryadingiz to'ladi. Shuna kelasizlar, zaryadga qo'yasizlar. Inariyo tomonda mana hozir zaryadga otdimi yo'qmi? Birgalikda ko'ramiz. Kam ko'rsat. Qalay. Xullas, uyimjon yetganlar, shunaqa elitniy rayonlarda yashash hammamizga nasib qilsin. Niyat qilgan bo'lsangiz, yo'qsin bitta like bosib qo'yasizlar. Narxini video davomida aytaman, lekin shokolad narxda qo'yibdilar. Bu o'zini shaxsiy parkovkasi, uyi, kadastr hujjatlari bor alohida, mana ko'rasizlar, 77-nomerlari mana. Bundan tashqari bu joyimiz Zakriy bo'lganini hisobiga mazza qilib, mana misol uchun mehmonlar kelsa ham chetlarga mashinani qo'ysa bo'ladi. Endi e'tibor berasizlar. Podyezdini ko'rasizlar, paradniy vxodi hammanikiga o'xshamaydi. Ya'ni prям bogatый qilib qilingan. Podyezdga kod orqali kiriladi. Mana shu yerda kodni terasizlar-da, kirib ketaverasizlar. Bu yoqda mobodo kolyaskangiz bo'lsa, farzandlaringiz kolyaskalarini mana yoqda mana tegin qo'yib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Qo'shni qilib qo'ygan. Ana endi joyimizni birgalikda ko'ramiz, sayohat qilamiz. Bu tomonda o'zini oynalari bor. O'zgacha qilishgan. Ko'pchilik biladi, adashmasam 10 yil oldin bu joyimiz qurilgan. Novostroykamiz nomi JK Darxon. Qani, birgalikda kiramiz. Bu joyimiz 5-etajda joylashgan. Sezgan bo'lsanglar, bu yoq tomoni panoramli oyna. Bemalol mashinangiz turibdimi yo'qmi, ko'rsangiz bo'lar ekan shu yerda. Mana. Mazam. Kamsan yo'qsin. Boshqacha. 4 yilda mana Ellipse Garden. Elitniy dom juda ham qimmat, 1 kvadraturasi. Xullas, mana shunaqa qimmat domlarni oldida joylashgan. Arinchi esa Telman Park. Zerikkan paytinglarda shu Telman Parkga chiqib, oilaviy dam olib kelsanglar bo'ladi. Ana endi ichkariga kiramiz. Birgalikda podyezdni bitta ko'rsat ungacha. Qalay, yoqdimi? Boshqacha birinchisilardan bo'lsa endi. Yo'qsa deb like bosishdan chiqmasa, hammamizga xuddi shunaqa novostroykalar olishni nasib qilsin. Sezgan bo'lsanglar, uyimiz 2 qavatdan iborat. Bu yoqda keyin farzandinglarni, o'zingizni oyoq kiyimingizni shu yerga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tashqaridan odam kelsa, bitta trubkasi bor. Kim keldi, kim ketdi, shu yerdan kontrol qilsanglar bo'ladi. Xo'p, birinchi xonamiz. Qani? Boshqacha, mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikasi uyimiz ichida qoladi. Bu yoqda esa, kirim, qozon kabob tayyorlab, mazza qilib o'tiradigan
joylari. Ayolingiz mazza qilar ekanda, aka. Bu yoq tomoni esa ikkinchi zal qismi. Xohlasanglar, mana bu yerga eshik qo'yib, spalni qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, sababi yon tomonda o'zini sanuzel qismlari bilan. Ushbu uyimizning kadastr hujjatlari, hamma sharoitlari bor. Aytib o'tganimizdek, Mirzo Ulug'bek tumani Darxonda joylashgan. Spokойniy, tinch mahallaligi bilinyapti. Men kirganim o'zida shu narsani his qildim. Xo'p, ikkinchi etajimizda 3 ta xonasi bor. Ikkinchi etajga alohida vходной eshigi bilan mabodo bolalaringiz kechib qolsa ham shu yerdan alohida siz bezovta qilmasdan kirishadi. Qani, kiringlar-chi. Marhamat. Bu uyimizning spalni qismi. Endi dilni yayratadigan, sayratadigan joyini ko'rsataman, ukam. Qani. Qani. Shu yerda kofeni ichib ijod qiladigan joy ekan. Hop, vaqtinglarni olmaymiz. Bu yoq tomonda nima bor ekan? Ha, detskiy ekanmi? Gap yo'q. Bu yoq tomoni esa uyimizning qizlar xonasi. Qizingiz bo'lsa mazza qilar ekanda. Yon tomonda o'zining shkaflari, o'zini sanuzellari bor. Mazzam. Xullas, ushbu joyimiz kadastr hujjatlari bor. Manzil aytib o'tganimizdek, Mirzo Ulug'bek tumani Darxon C1 ga kiradi. Ushbu joyimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadraturasini okamiz srochniy bo'lgani uchun $1570 dan baholayaptilar. Umumiy hisobda 130 kvadrat. Hamma mebel texnikasi bilan qiziq bo'lsa, pastda nomerligini qoldiraman, bemalol bizning nomimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha bu videoni shunaqa elitniy rayonda joy qidirayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Charchab qolmanglar.